Akalar, bugun kanalimizda Lada Kalina. Buni o'zini ishqibozlari bor. Qorabayirda turishini ko'ryapsizlar. Bir holatini oldin ko'rsataman. Videoda ko'rishdan oldin buni aytib qo'yaman. Buni ozgina rasxodi bor. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, nima rasxodi borligini aytib ketaman. Akalar, holatni o'zlaring ko'ryapsizlar. 4 yumshoq balonlar, saka diskalar, mashinani aka ichlarini bir ko'rsataman. Malibu rullari qo'yib qo'yishgan akalar mana. Chexollari, poliklari, hamma holatlari zo'r. Aka bitta oldin ochib berasiz, orqalarini ko'rsatib qo'yaman aka. Bagajniklarni ochib ko'rsataman. Bagajnik ham aka bemalol mana oilada nima olib yursa bo'laveradi. Tayyor tabletkalari bilan turibdi. Endi bitta sizlarga oldini ko'rsataman. Aka buni yili necha edi? Yili 2008 mana. Yurgani qancha? 310 ming. Yurgani 310 ming. Akalar mana holatlarini o'zlaring ko'ryapsizlar. Injektor, propanlari bor. Endi rasxodiga keladigan bo'lsak, buni rasxoda aka shunday o'tirasiz, propanni qo'yasiz, minasiz. Shu jichcha 100 ming propan qo'ygani cho'ntagingizdan rasxod qilasiz. Zato aka mashinani minasiz. Akalar, bexijolat pastda nomerlarni qoldirib beraman. Aka nomeringiz necha edi? 99lik 975 5113. Akalar, o'zimizni Kirgilikni jo'ydamni mashinasi bexijolat aloqaga chiqilinaveradi. Kimga mana shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Ladaga qiziqqanlar videoga bitta like qizartirib olovchani qoldiramiz va bu mashinani ko'proq Ladaga qiziqadigan akalarimizga jo'natib qo'yamiz.